Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Atomic Habits kitobini odatlaringizni shakllantirishda oilangiz va do'stlaringizni o'rni qanchalik kattaligi haqida gaplashamiz. Vengriyalik Polgar ismli bitta kishi Klara degan ayolga g'alati-g'alati xatlar yozar ekan. U kishi talant degan narsaga ishonmas ekan. Ya'ni talant desa yo'q, talant degan narsa yo'q. Yoshligidan treyn qilgani uchun, o'z ustida ishlagani uchun shu narsaga erishdi deb kelar ekan. Ya'ni genius, ya'ni aql, idrok is not born, ya'ni tug'ilmagansiz u bilan. You have trained it. Ya'ni siz uni shu harakatlaringiz bilan erishgansiz u narsaga. O'sha g'alati xat nima deydigan bo'lsanglar, u kishi shu eksperimentni bolalarda sinab ko'rmoqchi bo'libdi. Ya'ni men boshligidan qattiq ushlayman, ya'ni bolani boshidan ushlaydi. Boshidan ushlab treyn qilaman deb o'sha Klaraga xatlar yozadi misol uchun. Keling shunaqa qilaylik, birga hayot kechiraylik, bolalarimizni shunaqa bitta narsaga, muayyan narsaga treyn qilaylik deb, ya'ni o'sha ikkalasi turmush qurarkan, bolalar ya'ni farzandli bo'larkan, 3 ta qizli, ya'ni uyni ularni ya'ni shaxmatchi qilmoqchi bo'larkan uchalasini ham. Uyni o'sha shaxmatga aloqador narsalar bilan boyitib, shaxmat o'yinlari hamma joyda o'zlari ham o'ynab, kichkina turnament, ya'ni o'sha musobaqalar uyushtirib, birga o'ynab, rag'batlantirib, ularni katta qilganda ularni rezultati вообще tez va boshqalarnikidan ancha a'lo bo'larkan. Ya'ni birinchi qizi уже necha yoshda ham grandmaster bo'larkan, 10 yoshiga yetmasdan deb o'qidim adashmasam. Ikkinchi qizi ham shunaqa уже 6 oy, 1 yil o'ynab turib, kattalarni ham yutadigan bo'pti. Uchinchi qizi dadasini ham yutadigan bo'pti. Bularni hammasi, ya'ni atrof muhit. Lekin hamma aytishi mumkin: "A, sen bolaligini o'g'irlading bularni, yoshligidan shunaqa bo'ldi, endi bolalik yo'q bo'ldi", deydi. Lekin keyinchalik katta bo'lganda u qizlar, ularni yoshligi haqida so'ralsa, bizda normal oddiy yoshlik bo'lgan, oddiy bolalik bo'lgan, o'ynaganmiz. Biz shaxmatni yaxshi ko'rganmiz, naborot sevganmiz. Maza qilib o'ynolmaganmiz ham, ya'ni o'sha xumor chiqmagan baribir ham, shuncha o'ynagan bo'lsak ham, degan javob eshitilgan. Ya'ni ular majburlanmagan o'ynashga, shunchaki muhiti shunaqa tartibda qilinganligi uchun ular o'sha shaxmatni o'ynash juda sevimli ish bo'lgan. Ya'ni atrof muhitni normasi bu judayam kuchli narsa. Ya'ni siz atrofingizdagi narsani siz o'zingiz xohlab qilmaysiz. Ular o'zlari tortadi. Misol uchun siz unga imitate qilasiz, ya'ni o'zingizni o'xshatasiz. Shu paytgacha qilib kelgan ishingiz, keyin qiladigan ishlaringizni hammasi bu sizdan oldingilar qilgani uchun bo'ladi. Misol uchun, bizdagi traditionlar, ya'ni an'analar, cultural narsalar, misol uchun kiyinishingiz, qanaqa o'zingizni tutishingiz, gapirishingiz, hammasi uydagilaringizdan o'rganganingiz, tarbiyangiz deydi-yu, yoki ko'chadagi o'rtog'ingizdan o'rgangan narsalaringiz, sinfdoshlaringizdan o'rgangan narsalaringizni siz butun hayotingiz davomida qilib yurasiz. Odamzod 3 ta narsaga o'zlarini odatlarini bog'larkan, o'zlarini o'xshatmoqchi bo'larkan. Eng yaqiniga, eng ko'p odamlarga, ya'ni ko'pchilik nima qilsa, shunga o'zingizni urasiz. Uchinchisi eng kuchlisiga, ya'ni kuchli bo'lsa ham o'zingiz urasiz. Bularni hammasini bitta-bitta ko'rib chiqadigan bo'lsak, eng yaqiniga. Misol uchun siz uydagi odamlardagi odatlarga, ovozingizni toni, qanaqa gapirishingiz, o'zingizni qanaqa tutishingiz, qanaqa kiyinishingiz, hammasi o'z oilangizdan boshlanadi. Misol uchun dadangiz qanaqa ayangizga gapirsa, siz xotiningizga xuddi shunaqa gapirasiz. O'zingiz bilmagan holda, chunki siz buni ko'rgansiz. Eng yaqin odamlaringizga o'zingizni urinasiz o'xshatishga. Eng ko'piga, misol uchun buni ustidayam tadqiqotlar o'tkazilgan, bunga detalniy tushib bermayman. Qanaqa qilishgan, shu odamlar ko'p bo'lganda chiziq chizib berishgan, ikkita, misol uchun bittasiga bitta chiziq, keyin 3 xil chiziq chizishganda, shu misol uchun qaysi biri bilan teng desa, shu S rasmdagi bilan teng bo'ladi. Lekin o'sha yerga fake aktorlar tiqib, ya'ni aktyorlar "Yo'q, A'si bilan teng-u, qaranglar" deb aytgandan keyin, misol uchun o'sha atrofdagi boshqacha hayollar bo'lganda, shu qarab turib "S bilan teng-u" deb turgan odamlar, men noto'g'ri ko'ryapmanmikan deb javobini o'zgartirib yuborishgan bo'ladi. Ya'ni boshqa odamlarni ta'siri tufayli. Ya'ni sizga hozir qanday bilmasligi mumkin, mana men ko'rib turibmanu deyayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu sizni o'zingizni fikringiz, lekin boshqalarni уже fikrini eshitganingizda, hamma уже A'ni tanlayotganda, sizni xayolingiz bo'linib, уже A bo'lsa kerak, men o'zim g'alati shekilli, degan xayollar o'zingizda paydo bo'ladi. Ya'ni manipulyatsiya bo'ladi. Ya'ni meni bu narsalarni aytayotganim sababi social norms, ya'ni atrofingizdagi normaga siz o'zingizni imitate qilasiz. Ya'ni shimpanzelarni o'rganib chiqishsa, ular shu yong'oqlarni ochishda qanaqadir texnikalarni, misol uchun hamma tishi bilan ochsa, ular tosh bilan ochadigan bo'lsa, и ularni tribe, ya'ni guruhlari o'zgaradigan bo'lsa, misol uchun men boshqa guruhga o'tadigan bo'lsam, ularni ko'rsam, ular eski texnologiya, ya'ni o'sha eskicha
qiyinroq, less effective yo'llar bilan yong'oq chaqayotgan bo'lsa, men o'zimni ko'rsatmayman-da, ular bilan bir xil chaqishni boshlayman. Ya'ni prosta fit in qilish uchun, blend in qilib ketish uchun, ichkari kirib, kelishib ketish uchun. Misol uchun tasavvur qiling, bo'lishi mumkin shu gruppa hamma narsaga kelishadi, bitta narsa qiladi, lekin o'sha yerda bitta odam kelishmaydi hech qachon. "Voy, manaqa bo'ladi-yu" deb o'zini ko'rsatib, aqlli ko'rsatgisi keladi. Hammaga yoqadimi bu narsa? Yo'q. Lekin qolgan hamma o'sha eng norma bo'lgan narsaga kelishib ketadi. Xuddi shu narsa odamlarni nature'da bor. O'zini ichida shu blending qilib ketish, bitta oqimda yurish, gruppa bo'lish bu odamlarni nature. Imitating the power, ya'ni odamlarni qo'li uzunlarga o'zingiz taqlid qilishingiz, bu ham judayam oddiy holat. Misol uchun ko'rasiz, kuchli odamlarda, и uni o'zizga tatbiq qilmoqchi bo'lasiz. Misol uchun dadingizni kuchli deb biladigan bo'lsangiz, boshqalarida unaqa deb bilmasligingiz mumkin. Ulardan ko'p narsani o'rganmaysiz, lekin o'sha siz kuchli deb bilgan odamlardan, ya'ni kuch-qudrat bor narsadan o'zingizni o'xshatgisi keladi. Chapter shulardan iborat xolos. Ya'ni siz agar odatlaringizni qurolmayotgan bo'lsangiz, eski odatlaringizga qaytib ketayotgan bo'lsangiz, atrofingizga qarang. Ya'ni oilangiz, do'stlaringiz qanaqa? Misol uchun sizni circlengiz, ya'ni krugingiz qanaqa? Misol uchun zalga chiqmoqchimisiz, zalga chiqolmayapsizmi? Yoki misol uchun konsistent bo'lolmayapsizmi? Atrof muhitingizga qarang. Semizlarmi? Qanaqa odamlar? Ozg'inlarmi? Qayerdan shu sizni maqsadingiz bilan yurgan odamlarni topsa bo'ladi. Ular bilan qanaqa qilib kelishib ketsa bo'ladi. Kerak bo'lsa gruppalar oching Telegramda, kerak bo'lsa yozing, shunaqa-shunaqa birga zalga chiqaylik. Birga уже kaloriyalarimizni plan qilaylik. Shu ishxonadagi odamlar bo'lishi mumkin. Shu bilan yaqinroq bo'lishingiz kerak, agar siz o'sha maqsadingiz ostida yurayotgan bo'lsa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va taala barakatuh.